Algebrik ifodani son qiymatini toping. Bu yerda x 3 ga teng, y 5 ga teng, z 8 ga teng bo'lsa, mana shu murakkab ifodani qiymatini topishimiz kerak. Xo'p, boshladik. Buni qanday ishlaymiz? Birinchi, har birini nima qilib umumiy holatda yozib o'tirmaymanda, guruhlab qavs ishlayman. Birinchi mana shu qavsni ichini ishlayman. Ikkinchi buni ishlab, uchinchi bo'lish amalini bajarib, oxiri to'rtinchi ayirish amalini bajaramiz. Demak, birinchi qavs ichidagi ifodani o'zini soddalashtirib yozaman. X minus 1 taqsim x qo'shilgan y minus 1 taqsim y qo'shilgan z minus 1 taqsim z. Buni qo'shib soddalashtirish uchun umumiy maxraj beraman. Demak, umumiy maxraj bersam, birinchisiga y z ni ko'paytiraman, ikkinchisiga x z ni ko'paytiraman, uchinchisiga x y ni ko'paytiraman. Bularni ko'paytirganimdan keyin nima hosil bo'ladi? Xo'p, x y z ayrilgan y z qo'shilgan x y z ayrilgan x z qo'shilgan x y z ayrilgan x y. Umumiy maxrajda x y z hosil bo'ldi. Endi buni soddalashtirib qo'yadigan bo'lsam, bitta, ikkita, uchta x y z hosil bo'ldi. Demak, 3 ta x y z ayrilgan bitta y z, bitta x z hamda bitta x y. Mana shu ifodamiz hosil bo'ldi umumiy maxrajda x y z. Endi ikkinchi kasrli ifodani soddalashtiraman. Ikkinchi kasrli ifodani soddalashtiradigan bo'lsam, ikkinchisi, hop, 1 taqsim x qo'shilgan 1 taqsim y qo'shilgan 1 taqsim z. Umumiy maxraj bersam, x y z bo'ladi. Hop, bunga x z kam, bunga hop, mana shu yerga adashdim. Birinchisiga y z kam, ikkinchisiga x z ni ko'paytiraman, uchinchisiga x y ni ko'paytiraman. Demak, ko'paytirganimdan keyin nima hosil bo'ladi? Y z qo'shilgan x z qo'shilgan x y. Mana shu ifoda hosil bo'ldi. Endi uchinchi usul, endi birinchi qavsdan chiqqan natijani ikkinchi qavsdan chiqqan natijaga bo'laman. Birinchi qavsdan chiqqan natijani yozaman. 3x y z ayrilgan y z ayrilgan x z ayrilgan x y. Umumiy maxrajda x y z bo'lgan ifodani bo'laman. Ikkinchi qavsdan chiqqan natija x y z x z plus x y. Umumiy maxrajda x y z. Xullas, buni bo'lishga tushundik. Bo'lganimizda ikkinchi kasrni o'rnini almashtirsam, surat maxrajlar qisqarib ketsa, qoladi 3x y z ayrilgan y z ayrilgan x z ayrilgan x y. Buni maxrajiga ikkinchi kasrda surati tushib qoladi. Y z qo'shilgan x z qo'shilgan x y. Xo'p, ana endi to'rtinchi usul bo'lishdan chiqqan natijani birinchi kasrdan ayirib yozaman. Demak, birinchi kasrimiz 3x y z umumiy maxrajida x y qo'shilgan y qo'shilgan z ayiraman. Shu qizilda yozilgan ikkita kasrda bo'lganimizda chiqqan javob x 3x y z ayrilgan y z ayrilgan x z ayrilgan x y. Umumiy maxrajda y z x z qo'shilgan x y. Bularni ayiradigan bo'lsak, qavsning oldidagi minus ishorani har biriga ta'sir qildirish yoddan ko'tarilib qolmasin. Har biriga ta'sir qildirib yozganimda qisqarib ketar ekan.
3x, y, zlarimiz 0 bo'lib ketar ekan. Qolgan minuslar har biriga ta'sir qilganda suratda yz plus xz plus xy mahrajda ham xuddi shu ifoda yz xz plus xy. Demak, bir xil sonni bir xil songa bo'lsam javob 1.